Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga yana foydali ma'lumotlar berib o'tamiz. Yana Canon G30 printer haqida 3 ta muhim ma'lumot, 3 ta muhim fishkasi haqida gapirib o'tamiz. Birinchi navbatda printerimizni yoqib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu Canon G30 iloji boricha Canon shu printer haqida barcha ma'lumotlarni berib o'taman. Albatta foydali bo'ladi. Undan oldin sizlar obuna bo'ling hamda like tugmasini bosib qo'ying. Birinchi navbatda birinchi fishkasi juda oddiy hisoblanadi. Birinchi navbatda A4, LTR, T6 va shu formatlarga o'tkazishni ko'rsatib o'taman. Endi bu juda oson hisoblanadi. Uni qanday qilishimiz mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Yangi sotib olgan, yangi xarid qilganlar uchun albatta. Birinchi navbatda OK tugmasini tepasida turgan dokument rasmi bor tugmani bosamiz. Bu orqali biz o'zimizga kerak barcha turga o'tkazishimiz mumkin. Masalan, turga 6 formati kerak bo'ladigan bo'lsa, shu usulda bu turlar hisoblanadi. Biz ko'p A4 format ishlatamiz. Shuning uchun A4 holatda qoladi. Keyingisi juda muhim hisoblanadi. Chunki masalan printer bir muammo bo'ladigan bo'lsa, biz printerimizni ustaga olib borsak ham bo'ladi. Undan oldin balkim qo'limizdan kelsa tuzatib olishimiz ham mumkin. Qanday qilib? Birinchi navbatda masalan siyoh yaxshi chiqamayotgan bo'lsa, ranglar buzilib chiqayotgan bo'lsa, birinchi buni tekshirib olamiz. Tekshirib olish uchun printerning o'ng burchagidagi tugmani qizil shaklda, ya'ni ogohlantirish tugmasini birinchi nozzle check qilish uchun, ya'ni ranglarni tekshirish uchun holatini buni aytib o'tilganidek buni 4 marta bosib turamiz. 4 marta chiroq yonishini kutamiz. Qani ketdik. 1 2 3 4 va bu qo'yib yuboramiz. Bu avtomatik o'zi chiqarib yuboradi. Endi qanday rangda ekanligi. Mana qog'ozni tortishni boshladi. Albatta ko'rishingiz mumkin. Undan oldin agarda bir mahsulot, taklifnoma yoki boy kitob chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Albatta qo'ldan kelgancha tayyorlab beramiz. Taklifnomalar dastlabkisi bepul xizmatlar mavjud. Va yana boshqa printerda turli xil Canon G30 haqida turli xil ma'lumotlar yoritishga harakat qilaman. Chunki bu printer yangi hisoblanadi. O'zbekiston hududida endi kelib kelmoqda, lekin ishlashlariga gap yo'q. Men olganda boshida qiynaldim ishlatishga, lekin endi qaror qildim. Shuni keyin yoritib berishga boshqalarga oson bo'lishi uchun albatta. Shuning uchun obuna bo'ling hamda like tugmasini bosing. Hozirda ko'rishingiz mumkin. Bu listni tortdi hamda endi hozir nozzle check, ya'ni rang tekshiruvini amalga oshiryapti. Ozgina kutishimizga to'g'ri keladi. Va listimiz chiqyapti. Mana xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Va bundan tashqari albatta profilga kiring va bundan boshqa yana turli xil
bu printerda turli xil sirlarni oshkor qilaman. Ya'ni bunda foydalaniladigan turli xil ilovalar yoki qanday kitob qilib chiqarsa bo'ladi bunda Wi-Fi orqali shu va shunga o'xshash turli xil narsalarni ham keng yoritishga harakat qilaman. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tilganidek obuna bo'ling hamda qaysi jihatlarni keng yoritishni kommentariy yozib o'tsanglar, men shu haqida ko'proq ma'lumot beraman. Va mana ko'rishinglar mumkin, albatta bu chiqdi. Va bundan tashqari yana nozilchak boshqa turini ham amalga oshirish mumkin. Telefon orqali uni ham ko'rsatib o'taman. Endi uchinchi sirli tugmasiga o'tadigan bo'lsak, albatta biz undan oldin listlarimizni olib qo'ysak ham bo'ladi. Uni keragi yo'q. Nima sababdan? Chunki biz agar printerda bir muammo bo'lyapti, aytib o'tilganidek, ranglar yaxshi chiqarmayapti yoki ranglar ichida ozroq qotib qolgan bo'lsa, buni printer o'zi avtomatik o'zini o'zi tozalash funksiyasi mavjud. Bunda shu funksiyani yoqsak bo'ladi. Va agar u foyda bermagan taqdirda yana bir tur bor, deep clean. Uni keyingi videolarda ko'rsatib o'taman. Yana shu chekka o'ng tomondagi tugmani bosib o'tamiz. Endi bu tugmani endi 3 marta, ya'ni bu sariq chiroq 3 marta yongunicha bosib turamiz. Va bu avtomatik auto cleaning, ya'ni o'zini tozalashni boshlaydi. Bu o'zini tozalash funksiyasi hisoblanadi. Bu yordamida ichida qatib qolgan siyohlarni, yoki havo yo boshqa turli xil ranglarda, masalan, rangli narsani chiqarishda muammolar bo'layotgan bo'lsa, tuzatishga yordam beradi. Bu avtomatik o'zini o'zi tuzatyapti. Bu printerda o'zini ichki funksiyalari juda ko'plab funksiyalar mavjud. U ichida hamma funksiyalarni tozalash funksiyalari ham mavjud ekan. Bularni albatta keyingi videolarda ko'rsatib o'taman. Qaysi bir muhim bo'ladigan bo'lsa, shuni aytsanglar, men bu haqida ko'plab ma'lumot berib o'taman. Qo'ldan kelgancha albatta. Ko'rishingiz mumkin, mana bu printer avtomatik o'zini o'zi tozalayapti. Funksiyasi bu ma'lum vaqtni o'z ichiga oladi. Va tozalab bo'lgandan so'ng yana bir bor test qilib ko'rib, nozilchak qilib ko'rasiz. Hamda u ranglardagi o'zi farqlar bilinadi. Ranglardagi turli xil farqlar. Agarda printerda muammo bo'ladigan bo'lsa, bu chiziqlar, ya'ni to'liq chiqmaydi. Ranglar kam chiqadi hamda xira yoki ba'zi ranglar ko'rinmay qoladi. Va shunday holatda shu cleaning funksiya, auto cleaning yoqishingiz mumkin. Xohlasangiz kompyuterdan, xohlasangiz telefon orqali uni ham o'rgatib o'taman. Hozir men printerni o'zidan o'rgatdim. Hozirda yana o'zini auto cleaning qilyapti. Va agar bunda ham foyda bermasa, deep cleaning bo'ladi. Deep cleaning funksiyasini ham ishlatishingiz mumkin. Deep cleaning albatta bundan ko'ra chuqurroq tozalaydi va yaxshi napor bilan, ya'ni kuch bilan tozalaydi. Va siyoh ham ozgina ko'proq ketadi. Ichida tiqilib qolgan havo yoki qatib qolgan siyohlarni tozalab chiqadi.
shunday foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta obuna bo'ling. Men iloji boricha shu Canon G3030 kengroq yoritishga harakat qilaman va bu printerimiz albatta tozalab bo'ldi va bu ishlatishga albatta tayyor. Xo'sh, undan tashqari agarda bor tushunmayotgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariy yozishingiz mumkin va keyingi videoda albatta boshqa funksiyalari, qanday kseriskopiya qilish, bu ilovani foydalanish, bu Wi-Fi orqali telefondan qanday ulangan videolar albatta bundan oldingi videolarda ko'rsatilgan. Endi o'sha ilovani qanday boshqarish, qanday funksiyalari bor uni, shular haqida ham video qilib chiqaman. Albatta keyingi videoda kuting va like, kommentlarda yozib qoldiring.